Tasavvur qiling, sizni ertaga mamlakatdagi eng yaxshi repetitorga olib borishdi. O'z ishining ustasi, hamma orzu qiladigan ustoz. Xo'sh, endi sizning yuqori natija qilishingiz kafolatlanadimi? Mening javobim yo'q. Bu gapni eshitgan ko'pchilik meni fikrimga qo'shilmaydi. Sababi biz uzoq yillardan beri bitta fikr bilan yashaymiz. Hammasi o'qituvchiga bog'liq. Bu fikrni juda ko'p yillardan beri va juda ko'p marta eshitganmizki, hattoki to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirib ham ko'rmaganmiz. Qiziq holat kuzatganmiz. Agar kimdir yuqori natija qilsa, birinchi savolimiz qanday bo'ladi? To'g'ri. Qaysi repetitorga borgansan? Sabab juda oddiy. Inson miyasi murakkab narsalarni soddalashtirishga qiziqadi. Oddiylashtirishga yaxshi ko'radi deyish kerak. Inson miyasi murakkab narsalarni oddiylashtirishni yaxshi ko'radi. Agar kimdir yuqori natija olganini ko'rsa, darrov sabab qidirishni boshlaydi. Eng oson va tushunarli sabab esa repetitor. Chunki bu sabab insonni ortiqcha o'ylovlardan qutqaradi. Lekin deyarli hech kim kuniga necha soat tayyorlangansan, necha marta xato qilib, necha marta tuzatgansan, qancha vaqtingni o'zing ustiga ishlashga sarflagansan deb so'ramaydi. Chunki repetitorning nomini bilish oson, mehnat hajmini tushunish esa qiyin. Lekin shu yerda o'rinli savol tug'iladi. Agar hamma ishni repetitor qilsa, unda nega bir xil auditoriyaga o'quvchilarning natijalari har xil? Ular bitta joyda dars eshitishadi, bir xil formulani yozishadi, bir xil kitobni o'qishadi. Lekin natijalar o'zgacha. Menimcha, biz repetitorlarning vazifasini noto'g'ri tushunamiz. Ko'pchilik repetitor natija beradigan odam deb o'ylaydi. Aslida esa repetitor yo'l ko'rsatadi. Bu ikkalasining farqi juda katta. Chunki bilim beriladi. Uni qanday qabul qilish insonning o'ziga bog'liq. U yo'sa bajarmaydi, formula yodlamaydi. Eng muhimi esa imtihonga kirmaydi. Shu o'rinda bir masala. Menimcha, har qaysi abituriyent qarindoshlari yoki ko'chadagi kasblar o'rtoqlaridan "Falonchi ustozga bor, mana bu ustoz zo'rroq ekan, nomdor ustozga bor" deb maslahat bergan. Xuddi shu holat mana o'zimning ham hayotimda bo'lib o'tgan. Qarindoshlar yig'inlarida yoki ko'chalarda "Qaysi ustozga boryapsan, kimga repetitorga boryapsan" degan savollarga doimo o'qituvchini ismlarsiz javob berganman. Ya'ni maktabdagi o'qituvchim yoki o'quv sentrlaridagi ustoz deb. Chunki ismlarni aytsam javob qanday tugashini so'raydilar. Javob berib ulgurmasimdanoq menga qaysidir nomdor o'qituvchilarning ismlari yog'ilib keladi. Falonchi o'quvchi natija qilmasang pulingni qaytarib berar ekan, falonchining 20 ta o'quvchisi natija qilibdi va yana boshqasining mingdan ortiq o'quvchilari bor deyishadi. Lekin bir narsaga hayronman. Repetitorlik, ilm o'rganish bu magazindan savdo qilish emas. Yolg'on tushsa qaytarib beradigan. Repetitorlik yana qo'shimcha darslar qanday ishlash haqida ozgina tushuncha berib o'tsam, ular o'quvchiga yaxshiroq tushuntirishiga sabab bu uni maktabdan farqligi. Ya'ni maktabda ham xuddi o'sha mavzular o'tiladi. Agar e'tibor bersangiz, maktabda ham, kollejda ham xuddi o'sha mavzularni o'tasiz, lekin negadir ular repetitorlarda, ya'ni qo'shimcha darslarda yaxshiroq tushuniladi. Bunga sabab u yerdagi bolaning kamligi, individual podxod, ya'ni har bitta bola bilan ishlash imkoniyati. O'quvchilar biladi, 30 ta bolaga dars o'tgandan ko'ra 15 taga dars o'tgan yaxshiroq va bola ham ko'proq oladi, ya'ni sifatliroq bilim oladi. Lekin bu narsani bitta auditoriyaga 50 ta, 100 ta bolani tiqib, mavzu o'tib, natija talab qiladiganlar, mana shunaqa repetitorlikni massaviy biznesga aylantirganlar, men tushunmayman, ularning bolalari qanaqa natija qiladi. Shu o'rinda ham, shu holatda ham natija qilganlar bor, yo'q emas, lekin qolganlarchi. Bu ham o'z o'rnida boyagi afetga, ya'ni hammani o'ziga bog'liq degan narsaga borib taqaladi. Men to'g'risi individual podxod tarafdoriman, ya'ni har bir o'quvchini qanaqa qilib o'rganadi. Ya'ni kimdir tez o'rganadi, kimdir sekin o'rganadi. Tez o'rganadigan narsaga o'rganadigan bolaga sinchiklab tushuntirsa, bola zerikadi. Sekin o'rganadigan bolaga esa tez dars o'tib bo'lmaydi, samasa bor. Shu o'rinda bir narsa, repetitorlikni o'qituvchilikning biznesga aylantirgan odam bu o'sha o'qituvchi emas, tadbirkor. Shunaqa gaplar. Menga matematikadan dars bergan o'qituvchim bizga to'garak o'tayotgan paytlarida juda yosh edilar. Yillab tajribaga ega bo'lmasalarda 6-7 sinf bolani, hali o'lik kasrni qo'shishni, ko'paytirishni bilmaydigan bolani o'zlari bilan teng darajada misol ishlaydigan matematikaga aylantirganlar. Unga ularni nomdor emasliklari, ya'ni shov-shuvli o'qituvchi emasliklari umuman xalaqit bermagan. Bu yana o'sha gap, agar o'qituvchi o'zini ishini yaxshi ko'rib dars o'tsa va o'quvchi ham o'rganaman deb borgan bo'lsa, bunda umuman to'sqinlik qilmaydi.
manzilni qatligi qanaqadir katta o'quv sentrmi yoki oddiy kursxona, maktabdagi bitta xona, umuman farqi yo'q. Muhim bilim olishda va bilim berishdagi istakning qanchalik iskrenligi, ya'ni kuchliligi. Hozir 21-asr texnologiyalar asri, bilim yashirilgan zamon tugagan. Ya'ni materiallar, testlar, formulalar hamma joyda tiqilib yotibdi. Telegram kanallarda, YouTube'da, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda millionlab narsalarni topsangiz bo'ladi. Agar o'zingizda intizom yaxshi bo'lsa, bemalol o'rgana olasiz. Men repetitor kerak emas demoqchi emasman. Repetitorning o'quv yo'lida ta'lim olishda o'rni juda katta. Repetitor to'g'ri yo'l ko'rsatadi, xatolarni to'g'rilaydi, bosib o'tadigan yo'lingizni tezroq, osonroq, tushunarliroq qiladi. Shu o'rinda repetitor tanlashdagi o'zimning qarashlarimni aytib o'tsam, repetitor tanlashda o'quvchiga eng komfortli bo'ladigan lokatsiya va ustozni tanlash kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Qiziq, shaxsiy fikrim desang, hech kim shunday demaydi, pretenziya bildirmaydi, o'tib ketasan. Yo'l topishgan blogerlar. Okay. Hop, o'quvchiga komfortligi, ya'ni borib kelishni masofani kamligi. Ko'pchilik ko'rganman, qishloqdagilar yoki shahar bir chetiga yoki shaharga kursga berishadi. U borib keladi, ya'ni ularni borib kelishi sizlar uchun oddiy tuyulishi mumkin, lekin o'quvchiga juda ham farq beradi. Chunki u kursga borishdan oldin 1 soat oldin chiqish kerak. U to'rdagi kursga 3 ta chiqish kerak, yo'lda yurish kerak. Ya'ni yo'lda mashina bo'ladimi, yo'qmi, bu savolga o'ylantiradi. Ya'ni kursga borishdan oldin nimadir vazifa qilish kerak. Uy vazifasidan oldin mana shu borib olishni ham amallash kerak. Bu o'zgarish energiya oladi. Ayniqsa bir oyda 12 ta dars bo'lsangiz, bir yilda 140 ta dars bo'lsangiz, bu juda ham xalaqit beradi. Ya'ni borib oldingiz, charchaysiz. Ayniqsa yoz kunlari, ya'ni ob-havo yomon bo'lganda borib olsangiz, charchaysiz, darsda boshingizga qo'yib o'tirasiz, qaytib kelasiz. Faqat taksiz bo'layotganingiz qoladi. Undan ko'ra o'zingizga yaqin bo'lgan kursdagi vaksiyani toping, o'sha yerda o'qing. Yana bitta narsa, har kimni qarash har xil. Har kimni olish har xil. Ya'ni kimdir 20 ta o'quvchi bor xonada ham olib beradi, 40 ta o'quvchi bor xonada ham olib beradi, farqi yo'q. Ya'ni atrofdan kirib ketishi ham bor yoki просто o'zining dunyosini yaratib oladi deb o'rganadi. Qolgan narsa yo'q. Kimdir atrofdagilar muhim. Ya'ni окруженияsi ham muhim. Masalan, 10 ta odam bo'lsa, uchun yaxshi, 20 ta juda ko'p. Shunaqa narsalar ham olinishi kerak. Ya'ni bu o'zi psixologik darajada. Kimdir 20 ta bolani orasida uyaladi. Ya'ni nimadir so'rashga, tushunmagan joyini so'rashga uyaladi. Bu narsalar, bunaqa muammolar bo'lmasligi uchun maksimal borib o'tish kerak, bir hafta borish kerak, yo'qmasa ketish kerak. Repetitorda bu juda ko'p tarqalgan muammo, ya'ni o'qituvchi yaxshi bo'lmasa ham o'sha yerda o'qish. Bu xuddi lotereyaga o'xshaydi, borasiz kursga borasiz, qaysi o'qituvchiga yozilasiz, yaxshisi yaxshi, yomon chiqsa yomon. Yo'q, bunaqa bo'lishi kerak emas. Ko'pchilikda shu muammo, ya'ni qanaqadir qilib o'sha kursdan chiqib ketishga jur'at etmaydi. Ko'pchilik aytishi mumkin, qayerdan bilamiz o'qituvchining yaxshi yomonligini 1-2 oy borib ko'rmasak, yo'q. O'quvchi 1 oyda ham bemalol biladi. Ya'ni o'qituvchining o'zini layoqati seziladi. Ya'ni telefonga qarab o'tirsa yoki boshqa sinfga o'tirsa, o'sha o'qituvchiga ketish kerak. Yana bir prizniki, 1 oy bordingiz, 1 oy borganingizcha 30 ta testdan 20 tashlardingiz, 1 oyda 20 ta bo'lmadim, keting. Progress bo'lishi kerak. Progress tez bo'ladigan narsa emas, lekin 1 oy bu uzoq muddat. Bunda qanaqa natija qilishingiz kerak. Ya'ni iloji boricha har kursda no'g'dingizdan yaxshiroq bo'lishi kerak. Kurs oxirida savol bering. Bugun nimani o'rgandingiz? Bugungi kun bekor ketmadimi? Uydan chiqib shu yerga kelganingiz, qayerga qaytib ketishingiz, o'sha bir kunlik kurs puli stoyibmi? Arzimaydimi? Arzimaydi. Shunday qilib o'zingiz obyektiv baho bering. Savol kelib, javob kelib chiqadi. Ko'pchilikda shunaqa birdan javob bo'ladi. Voy, bekor bo'lyapman, voy, yoqmayapti. Lekin shuni jur'at etib o'sha kursga bormasdan yangisini qidirish, yaxshirog'ini topish, bu o'sha ko'pchilikning qo'lidan kelmaydigan ish. Agar shu narsani uddalasangiz, sizda o'qituvchilar muammo bo'lmaydi. Agar bugun yaxshi repetitor yozayotgan bo'lsangiz, avvalambor uni topishga harakat qiling. Lekin undan oldin o'zingizga bir savol bering. Men yaxshi o'quvchimanmi? Chunki yomon o'quvchi dunyodagi eng yaxshi o'qituvchi bilan ham yaxshi natijaga erisha olmaydi. Yaxshi o'quvchi esa oddiy ustoz bilan ham yuqori natijalarga erishishi mumkin. Shunday ekan, natijangizni faqatgina ustozga bog'lamang. Faqatgina o'zingizga ham bog'lamang. Eng yaxshi natija yaxshi ustoz va mas'uliyatni o'z zimmasiga oladigan o'quvchi uchrashgan joyda tug'iladi. Xo'sh, sizlar bilan Marbek bo'ldi. Menda hozir tushlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.